Do'stlar, endi hozir mana qabriston mana tugayapti mana. Katta ko'chaga chiqib kelyapmiz. Ancha yurdi. Mana endi hozir qal'aga kelyapmiz. Mana qaranglar, tarixiy qal'ada qaranglar, o'sha paytdan Usmoniylar davridan beri turibdi. Mana. Mana bu tomoni o'sha ketgan. Bu tomoni bu yoqqa qarab ketgan. Hozir shu kapı deydi bular, darvozani kap deydi, eshikdi. Shu yerdan o'tamiz. Mana bu tomoni bu yoqqa qarab ketgan. Shu qal'ani ichi bitta shahar. Hozir shu shaharning ichiga kiryapman. Rayonda. Hozir svetoforga qarab turibmiz. Mana. Qaranglar, o'sha g'ish. Borib tomosha qildim. Ilgari qaranglar, katta-katta toshlardan qo'yib tagiga qanaqadir bir tuproq qo'yib qilgan ekan. Qalinligini ko'rsataman, devorlarning qalinligini, toshlarning kattaligi, o'sha tosh, o'sha turish. Qaranglar. Svetofor uncha yonmadi endi. Mana bu trafik polislar ekan bularda, gailardi. Mana bizning yo'limiz. Ketdik. O'sha qal'aning ichidan o'tamiz. Mana bu qal'aning o'sha bitta naqasi ekan. Nima deydi? Bir paytlar mana shatlardan ot aravalar, otliqlar, soqchilar turgan mana shatda. Qaranglar, mana toshlarni qaranglar, katta-katta. Mana g'ishlarni qaranglar. G'ishlar. Bu ichidagi qaranglar, mana qattiqda sementmi bir narsada mana. Toshni qaranglar, kattaligini mana. Qarichi mana. 1 2 3 4 5 6 7 8 qarich toshlar. Mana kapni ichi ekan. Mana qal'aning devorlari. Hamma qilib poyez qilgan. Belgi. Mana o'tyapmiz. Qalinlikda qaranglar, necha metr? 4 metr ekan. Qalinligi. Mana chiqib kelishingizda masjid. Keyin mana bu tomoni ko'rinishi. Hozir mana bu eshikdan chiqib keldim. Mana. Endi o'sha qal'aning ichidagi rayoniga kirib keldik. Mana masjid. Har 20 metr, 30 metrda masjid bitta, jomi. Nima debdi? Hadim Ibrohim podsho maktabi. Hammani ko'zi telefonda, hozir yoshlardek. Yo'lga qarash yo'q. Bahor keldimi bitta, nima bo'lyapti? Bu qishmi bu? Ayni chilla vaqti hozir. Mana tabiat. Mana do'stlar, mana qal'aning uzoqdan ko'rinishi. Sog' bo'lasizlar, yana yangiliklar bo'lsa tashlab turaman.